Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'rnatib berdik. Bu yetimizga Akfadan eshik-romlar olib kelib o'rnatdik. Mana Akfalarda ko'rishingiz mumkin. Shotlanka eshik romlari bilan bitta romimiz 2 milliondan tushadi. Shu Shotlanka hamma yo'g'i ichida bo'lib 2 million so'mdan bo'ladi. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, mana eshiklarimiz ham o'ta go'zal, chiroyli bo'lib, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Bu yetimiz Yozyovonga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishingiz mumkin, mana shotlankalarni ham gullarini katta-katta qilib, chiroyli qilib berganmiz. Mana tepa ko'rinishlar. Hamma yo'g'i o'ta go'zal bo'lib, mana ochilib yopilishlari hamma yo'g'ini chiroyli qilib berganmiz. Bu yetimiz 2 qanotli eshigi mokriyda qora aynak yasab berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma yo'g'i aynaklari chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Bu tarafimizda ham mana shunday ko'rinishda. Ichkarimizda MDF eshiklarimiz bor. MDF eshiklarimizni ham o'zimiz qo'yib, olib kelib o'rnatib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal, chiroyli qilib oqsa olib kelib o'rnatib berganmiz. Aynaklarini germetiklab, chiroyli qilib, o'ziga moslab qora aynak yasab berganmiz. Ochilib yopilishlari mana xudo xolasa hammasi o'ta go'zal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Tepa karnizlarni ham bir xilda qilib, hamma yo'g'ini oq qilib berganmiz. Bularimizni kvadratini 800 ming so'mdan qilib berdik. Oq bo'lganligi uchun olib kelib o'rnatish ham dastavkasi ichida. Akfalarimizni polning o'zimiz qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan 2 qanotli eshiklar qilib padagonliklari bilan bularimiz 5 shotlanka bo'lgani uchun 1 million 400 ming so'mdan ichida qilib berdik. Hamma yo'g'i ichida bo'lib olib kelib o'rnatdik. Mana romlarimizni ko'rsataman. Romlarimiz ham ochilib yopilishlari mana. O'ta go'zal holatda chiroyli qilib olib kelib o'rnatganmiz. Padagonlarni ham qo'yib berganmiz. 1 million 400 ming ichida. Bu romimiz 2 million so'm bo'lgan, shotlanka bo'lgani uchun padagonning hamma yo'g'i ichida bo'lib 2 million so'm bo'lgan. Eshiklarimiz mana zamonlari ham toza Akfani o'zining zamogidan mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'i o'ta go'zal. Kimga eshik-rom kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 88lik 332 11 66.